Makiyaj uchun sizlarga eng kerak bo'lgan kisichkalar qanaqa va nima kosmetika uchun ishlatish kerakligi. Tonalniy uchun kisichkalar qanchalik zich bo'lsa, shunchalik tonalningiz qalinroq yuzingizga yotadi. Masalan, bu kisichkaning zichligi kuchli, tonalniy qalin yotadi. Bu kisichkaning zichligi yengil, tonalniy yengil yotadi. Qizlar yana bu kisichkani jiddiy skulptor, jiddiy rumyana rastoshovkasiga ham ishlatsanglar bo'ladi. Keyinchalik уже alohida kisichka olsanglar ham bo'laveradi. Maslahatim, konsilerga alohida kisichka ishlatib ko'ringlar. Rastoshovkalar yengil va toza bo'lib chiqadi. Mana shunaqa zich kichkina formada bo'ladi. Forma labki deyishadi. Ko'z tagiga, burnimizning chetiga, qiyin zonalarga konsiler surish namnoga osonroq bo'ladi. Teng surish uchun shuncha kisichka emas, ikkita bazaviy kisichkani o'zi yetadi. Bittasi kisichka bochonik, detalni teng surish uchun va keyin shunaqa pushistый kisichka surgan tengimizni rastoshovka qilish uchun. Keyingi kisichkani qizlar men umuman o'ylamasdan olgan bo'lardim. Bu albatta strelka chizish uchun shunaqa ingichka kisichka. Qizlar, agarda sizlar strelka chizishni bilmasanglar, menga ishoninglar, to'g'ri tanlangan kisichka yordamida любой strelkani zo'r chizasizlar. Va har bir ayol kosmetichkasida bo'lish kerak bo'lgan katta kisichka. Men bu kisichkani pudra uchun ishlataman. Butun yuzimga bu kisichka yengil pudrani surishga yordam beradi. Va oxirgi bizga kerak suxoy rumyana uchun kisichka. Mening maslahatim naturalniy vorsli kisichka olinglar. Shunda qizlar marfusha bo'lib qolmaysizlar. Rumyanali yuzingizga juda ham yengil yotadi. Qizlar, videoni saqlab qo'yinglar. Hamma ishlatadigan kisichkalarim nomeri bilan opisaniyada qoldiraman.